Bugun dunyo siyosiy maydonida keskinlik yanada kuchaydi. Yaqin Sharqda davom etayotgan mojaro fonida yangi kutilmagan nom tilga olinmoqda. Shimoliy Koreya. So'nggi haftalarda Isroil va Eron o'rtasidagi keskinlik eng yuqori cho'qqiga chiqdi. Harbiy zarbalar, havo hujumlari va diplomatik tahdidlar mintaqani portlash arafasiga olib keldi. Aynan shu vaziyatda Pxenyan tomonidan berilgan bayonotlar xalqaro hamjamiyati e'tiborini tortdi. Shimoliy Koreya rasmiylari Isroilning harakatlarini agressiya deb atadi va agar vaziyat kengaysa, javobsiz qolmasligini bildirdi. Bu esa savol tug'dirmoqda. Pxenyan amalda harbiy aralashuv qiladimi yoki bu siyosiy bosimmi? Ekspertlarga ko'ra, Shimoliy Koreyaning bevosita zarba berishi ehtimoli past, chunki geografik masofa va logistika muammolari jiddiy to'siq hisoblanadi. Biroq Pxenyan Eron bilan yaqin harbiy aloqalarga ega ekani sir emas. Ayrim g'arb tahlilchilari Shimoliy Koreya raketa texnologiyasi va dron tizimlari orqali bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytmoqda. Bu arada AQSh ham vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Washington Isroilni ochiq qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. Pentagon mintaqaga qo'shimcha harbiy kuchlar yuborilishi mumkinligini bildirgan. Agar Shimoliy Koreya har qanday shaklda aralashsa, bu mojaro global tus olishi mumkin. Chunki Pxenyan allaqachon yadroviy salohiyatga ega davlat sifatida tan olingan. Bu esa har qanday tahdidni yanada xavfli qiladi. Boshqa tomondan diplomatik kanallar ham hamon ochiq. BMT doirasida favqulodda uchrashuvlar o'tkazilishi mumkinligi aytilmoqda. Xalqaro hamjamiyat mojaroni kengaymasdan to'xtatish uchun muzokaralarga chaqirmoqda. Bugungi holatga ko'ra, Isroil va Eron o'rtasidagi to'qnashuv asosan havo hujumlari va proksi kuchlar orqali davom etmoqda. Shimoliy Koreya esa rasmiy ravishda bevosita jang maydoniga kirmagan, ammo uning bayonotlari global xavotirni kuchaytirdi. Savol shuki, bu siyosiy signalmi yoki haqiqiy harbiy tayyorgarlikmi? Agar vaziyat keskinlashsa, energiya narxlari, moliyaviy bozorlar va xalqaro xavfsizlik tizimi jiddiy zarba olishi mumkin. Yaqin Sharqdagi har bir yangi ishtirokchi domino effekti keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas. Hozircha rasmiy tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Shimoliy Koreya tomonidan Isroil hududiga to'g'ridan-to'g'ri zarba berilgani haqida dalil yo'q. Ammo siyosiy bayonotlarning o'ziyoq global keskinlikni oshirmoqda. Dunyo nafasini ichiga yutgan holda voqealar rivojini kuzatmoqda. Bu bugungacha bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlar. Vaziyat o'zgarishi bilan yangiliklarni yetkazishda davom etamiz.